lekin mana javob bo'yicha kelganmiz. Sizga chiqqan ekanda ijrochisi, bajaruvchisi. Nima bo'yicha? Demak, 2023-28 martdagi javob haqida. Xabaringiz bo'lsa, o'sha ism familiyam Nuriddin. Ha, Nuriddin. Ha. Hozir aka nima? Ko'rgan bo'lsangiz, ko'rsatishga kirganmisizlar? Pasport ikki marta tushirmadim. Kimga? Anavi? 45ga? Ha, yo'q ekan, xonada yo'qlar dedi. Lekin men so'raganman. Nima qilishgan ekan? Qarang, bu 2020 245 Hop. nechi bular? Hop. Eslar qoldimi aytaylik. 245 22 qilib qoldimi? Shunda savol bor edi. Aka, masalan, mana bu yerda sizdan oldin sudga berdim. Ma'muriy ishlar bo'yicha sudda ko'rishdida. Qisqasi. Sud nimasi bo'yicha ishga qabul qilish rad qilishyapti-da, ko'rib chiqmadi. Ko'rdim, lavani ko'rdim. Rad qilgan. Ha, Nega mana sudga berdingiz? chunki notarius sud xatti-harakatlari yuzasidan-da. Notariat to'g'risida qonun 39-moddasi. Yo'q. U yerda men yozganim talabni o'qigan bo'lsangiz, qisqasi notariusda 2021-yil o'sha necha 11-sentyabrda ular oldi-sotib berganda, Ha, 11-sentyabr. o'sha oldi-sotish shartnomasini amalga oshirayotgan, unda o'sha yerda xususiy amaliyot bilan shug'ullanishga litsenziya bo'lmasdan amaliyotda olib borganligi. Boyagi xususiy amaliyot shoshmang. Xususiy amaliyotda o'sha yerda men 2021-yil yanvar oyi, dekabr oyida shahar prokuraturasiga berganman arizani shu bo'yicha norozilik bildirib. Keyin ular menga javob xati qilib berishdi yanvarda o'shasida. Qisqasi bu kishi bo'shatilgan dedi. Mehnat shartnomasi Adliya boshqarmasida mehnat shartnomasi bekor qilingan. Ya'ni u vaqtda davlat nimasida notariusda edi. Birinchi sonda o'sha Alisher Navoiy nimasidagi bekor qilingan dedi. Undan keyin o'sha 11-sentyabrda bu nima qilgan bo'lsa, undan keyingi o'sha yerda mana hozirgi kunga men bir necha marta bordim o'sha sudga berishdan oldin o'sha da'vo hujjatlarini, ya'ni men 3-tomonda, men ikkita oldi-sotib qilingan tarafi emasman, men o'sha turmush o'rtog'imga nima qilingan shartnomasi, hujjatlarini bering desam, menga to'g'ridan-to'g'ri berishni rad qilishdi qisqasi. Endi keyin borib sudga murojaat qilib, suddan o'sha sud orqali so'rab oldik. Bu yerda boyagi uyda oldi-sotisi boshqa hujjatlarida ikki xil nimalar yuzaga kelgan ekan. Qisqasi birov uyda anaqa qilgan, nima deydi? Eri yo'q deb, yolg'iz ona deb sifatida rasmiylashtirib olgan. Qisqasi misol uchun ertaga uni da'vo qiladigan nima turmush o'rtog'im yo'q deb ma'lumotnoma, ZAGSdan olgan ma'lumotnoma bilan endi uni xo'p qilgan ekan. Keyin men kelgandan keyin men payti Rossiya Federatsiyasi bo'lgandan keyin qaytib kelyapman. Endi qisqasi bu nimadan keyin ular o'sha boyagi nima oldi-sotib qilib 11-sentyabrda endi uni birov begonalashtirib beryapti. Lekin o'sha xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi nima bo'yicha 2022-yil 7-iyuldami Vazirlar Mahkamasining o'sha xususiy amaliyot bilan shug'ullanish bo'yicha qaror chiqyapti. O'shandan keyin bular xususiy amaliyot bo'yicha davlat nimasidan o'sha litsenziya berish nimasini chiqaryapti. Nizomi bo'yicha o'sha xususiy amaliyotga ruxsat beradigan nimani chiqaryapti o'sha qaror ko'rib chiqdi. Men o'sha qaror 22-yil chiqqan. Ungacha u mehnat shartnomasi bekor qilingan deganda ko'rayotgan bo'lsak, masalan 22-yil yanvar 7-iyul oyida chiqqan bo'lsa Vazirlar Mahkamasi qarori, u qanaqa qilib o'sha yerda xususiy amaliyot bilan shug'ullanish mumkin bo'lgan? Savol sizga. Endi shu savolni qarang, endi u 2020 Sharof aka bir
ancha yildan beri 15 yildan beri 20 yildan beri notarius. Ha, bilaman aka, men Endi ishlasizga 2020-yil haqiqatdan ham notariuslar bilan oldin adliya boshqarmasi bilan meni shartnomasi ishlangan. 2020-yil men javob xati, keyingi javob xatini ko'rdingizmi? Bergan javob xatini. Notarius 2020-yil iyulda litsenziya olgan. Xususiy amaliyot bilan shug'ullanish uchun litsenziya olgan. tushunmadingiz. U xususiy amaliyot bilan shug'ullanish uchun litsenziya olgan deganingiz, u 20 mana shu oxirgi o'sha siz bergan mana yozganingiz mana bu yerda suv 20-yil olgan deganingiz bilaman. Siz aytganingiz mehnat shartnomasi bekor qilingan deyapsiz-ku. Ha. Yanvar oyi o'sha nimadan bergan notariat palatasi bilan so'raganimda, o'sha murojaat qilganda javob xatida 28-yanvardagi 21-yilda bu o'sha adliya bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan deyapti. U undan keyin qisqasi 22-yil o'sha yerda xususiy amaliyot bo'yicha nizom chiqqanigacha hech qanaqa undan nima yo'q. Chunki Davlat vazirlar mahkamasi o'sha qarorini ko'rdim. Oldingi 2001-yil chiqqan nimasida xususiy amaliyot bilan nimasi o'sha 2019-yilda tugatilgan boyagi nimasi. Ro'yxatda xususiy amaliyot notariuslarga o'sha xususiy nimasi bo'yicha nima litsenziyasi berilishi, boshqasi o'shani talablari boyagi qarori, oldingi qaror tugatilganda, yangi qaror bo'yicha mana 2022-yil nima qilingan, kuchga kiryapti. U o'sha oraliqda qisqasi mehnat shartnomasi adliya boshqarmasi bekor qilinyapti. Bekor qilingandan keyin bu yog'ini 2022-yilgacha hech qanaqangi bu xususiy amaliyotga huquqiga ega bo'lmasdan faoliyat olib boryapti. Yo'q, siz O'sha notarius to'g'risidagi qonunning 23-moddasida notariusning vakolatlari keltirilganda, ya'ni rasmiylashtirish, boshqa o'sha yerda u vakolat qanday qilib, misol uchun xususiy amaliyot bilan shug'ullanishga litsenziya bo'lmasdan turib, u boyagi oldi-sotdi qilib beryapti uyda. Tushunyapsiz-ku men gapimni aka? Tushundim. Mana 2000 men yozganman, mana o'qidingizmi? 2020-yil 20-aprelda Adliya boshqarmasi tomonidan SO 0020 raqamli Shahayevga litsenziya berilgan. Qarang. U yerda mana notarius bo'lib kelyapti. 15 yildan beri notarius bo'lib kelyapti. Shu notarius Vazirlar Mahkamasi qarori chiqyapti, xususiylashyapti. 2020 ning o'zidan. U notarius 2020 ning o'zidan keyin xususiylashib ketyapti. U faoliyat yurib kelyapti. U nima endi notarius bo'lib yurgandan keyin 2 yil indamay yurish kerakmi? Hech qayerda ishlamay yurish kerakmi? U 2020-yil shunday qaror chiqyapti. Ishlamasligini hech qanday e'tirozim yo'q ekan. 2020-yil shunday qaror chiqyapti.